Assalomu alaykum onlayn kim akademiyasi kuzatuvchilari, sizlar bilan Zokirov Farruxbek. Bugun ko'pchiligimiz kutgan 41-savol tahlilini boshlaymiz. 41-savol. Demak, bariy nitritga 200 gramm 73.5% sulfat satarli qo'shilganda gaz ajralmagan deyapti. Xo'p, sulfat ionlarini cho'ktirish uchun 1200 gramm 10.4% bariy xlorid eritmasi qo'shildi. Keyin cho'kma tushishi tugamaguncha kumush nitrat qo'shildi. Keyin eritmalar filtrlandi, qolgan eritma alyuminiy eritildi, gaz chiqmadi. Keyin eritmada ikki xil tuz qoldi. Keyingi tuzlar o'zgarmas massaga kelguncha qizdirildi. Shu yerda ikkita oddiy, bitta murakkab modda hosil bo'ldi, deyapti. Biz quyidagi shartlarni bajarishimiz kerak. Bariy nitritning moli, cho'kmalar massalari alohida va umumiysini toping, deyapti. Ikki xil tuz massasini toping, deyapti. Uch xil gaz mollari yoki hajmlarini toping, deyapti. Demak, boshladik. Birinchisi bariy nitrit N2 plus sulfat qo'shamiz. Gaz ajralmagan deyapti. Bu degani bariy sulfat cho'kma va ammoniy sulfat hosil bo'lgan deb olamiz. Gaz chiqmagan degani uchun. Endi reaksiyani tenglash uchun bu yerga 3 qo'yib, bu yerga 4 qo'ysam, reaksiyam teng ekan. Endi hop, bu birinchisi. Qarang, aytayaptiki, qolgan sulfat ionlarini eritish uchun, deyapti, cho'ktirish uchun bariy xlorid sarflandi. Bu yerda bariy xlorid ortiqcha miqdorda sarflangan. Nimaga desa, chunki eritmada sulfat kislota ortib qolgan va ammoniy sulfat eritmada turibdi. Shu ikkalasi uchun sarflandi, plus bariy xlorid. Xo'p, plus bariy xlorid sarflanyapti. Endi reaksiyani yozamiz. Bariy sulfat cho'kma yana plus H-xlor. Bundan ikkita. Bundan bariy sulfat cho'kma plus ammoniy xlorid. H4 xloriddan ikkita chiqadi. Xo'p, endi shu yerda cho'kma tushish tugamaguncha, ya'ni reaksiya oxirigacha bormasdan turib, ya'ni reaksiya tugamasdan oldin nima qo'shilyapti? Kumush nitrat qo'shilyapti. Endi bizda H-xlor va NH4 xloridga, ammoniy xloridga kumush nitrat qo'shamiz. Kumush nitrat qo'shadigan bo'lsak, bizda kumush xlorid oq pag'a cho'kma plus HNO chiqyapti. Plus kumush nitrat qo'shadigan bo'lsak, kumush xlorid plus NH4, ya'ni ammoniy xlorid chiqadi. Ammoniy xlorid. Endi bularni yozib oldim. Bunda reaksiyani tenglashim shart emas, o'zi teng. Xo'p, endi qolgan reaksiya nima bo'ladi, deyapti. Xo'p, bu yerdagi ammoniy xlorid va kumush nitrat kislota alyuminiy qo'shilibdi bu ikkalasiga. Alyuminiy ammoniy xlorid bilan reaksiyaga kirishmaydi, lekin alyuminiy nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishadi. HNO3 bilan nima hosil bo'ladi? Alyuminiy nitrat plus ammoniy nitrat plus suv hosil bo'ladi. Bu yerga 8, bu yerga 8, bu yerga 2, yo'q 2 emas, adashmasam 3 qo'yilardi. Bu yerga 30 qo'ysam, shunda suvni oldiga 9 qo'yaman, shunda reaksiyamiz teng bo'ladi. Bu ammoniy nitrat. Endi hosil bo'lgan moddalar qattiq qizdirildi, ikkita murakkab, bitta oddiy modda hosil bo'ldi deydi. Endi alyuminiy nitrat hosil bo'ldi bizda, tuz ikkita. Bu birinchi tuzimiz alyuminiy nitrat. Endi u parchalansa, alyuminiy oksidi plus bitta murakkab modda bu NO2, ikkinchi oddiy modda bu kislorod. Reaksiyani tenglashim uchun bu yerga 2, bu yerga ham 2, bu yerga 2 emas ekan. Plus hop, bu yerga 6, bu yerga 1,5 qo'ysam teng ekan. Plus 3 taqsim 2 qo'ysam kislorodim teng ekan. Bu oddiy modda, ikkinchi oddiy modda. Ikkita oddiy modda bo'lishiga mana murakkab modda, ikkinchi oddiy modda qayerdan chiqadi? Bo'ldi. Ammoniy nitrat parchalanganda bizda aslida bitta murakkab modda va suv chiqishi kerak. Ya'ni N2O bilan suv chiqishi kerak edi. Lekin N2O parchalanib ketadi.
azot, kislorod va suvga. Azot, kislorod, suvga parchalanib ketdimi? Biz buni endi kislorodlar teng bu yerga 2 qo'yib, bu yerga 1/2 qo'ysak rasamiz teng ekan. Mana o'sha ikkita oddiy modda kislorod bilan azot, bitta murakkab modda yana. Endi to'g'ri bo'ldi masala. Shu yergacha biz Xudo xolasa xatosiz ishladik. Endi bu yerdan masalan shartdagi berilgan amallarni bajarsak bo'ladi. Shu yergacha kelgan qismimizni demak ajratib olamiz. Hop, bu yerda boshdagi moddalarning mollarini hisoblashdan boshlayman. Demak, bizda sulfatsiyadan molni hisoblaymiz. 200 grammimiz bu 100% bo'ladigan bo'lsa, bizda 73,5 grammimiz qancha? 73,5 qancha desam, u bizda 147 gram bo'ladi. 147 gram sulfatsiyadan 98 ga bo'ladigan bo'lsam, bizda 1,5 mol sulfatsiyada bo'ladi. 1,5 mol. Endi bu yerda sulfatsiya demak 1,5 mol ekan. Hozir uni kiritmay turamiz. Endi qo'shilgan bariy xlorid qancha? 1200 grammimiz bu 100% bo'ladigan bo'lsa, 10,4 grammimiz qancha? 10,4%imiz qancha? Buni hisoblaymiz. Xo'p, 1200 ni ko'paytiraman 10,4 ga bo'laman 100 ga. Xo'p, buni hisoblasam 124,8. 124,8 ni bo'laman 208 ga. Uni 208 ga bo'lsam, 208 ga bo'lsam 0,6 mol chiqadi. Endi men uni topib oldim. 0,6 mol chiqdi. Xo'p, bizda bu yerda reaksiya kirishgan bu 0,6 mol ekan. Demak, bu ikkalasi ham 0,6 mol degan. Bu yerda cho'kmagan 0,6, bu ikkalasi 1,2 degan. Endi bu ikkalasi 1,2 mol bo'lsa, bu yerda ham bular 1,2 mol, bu yerda cho'kmagan 1,2 mol bo'lgan. Xo'p, mana esa dastlabkisini 4x deb olaylik. Molni bilaman, lekin 4x reaksiya kirishgan bo'lsa, bu x mol bo'lgan dastlab. Bundan 3x mol, bundan x mol hosil bo'lgan. Bu ikkalasi 6 mol. Endi mana yozaman. Sulfatsiyada dastlab 1,5 mol olib kelingandi. Undan 4x sarflanib ketdi. Xo'p, endi shu yerga e'tibor beramiz. 4x sarflanib ketdi. Ortib qolgan sulfatsiyada 1,5 minus 4x bo'ladi. Va hosil bo'lgan ammoniy sulfat, u x molmidi? Plus x teng, x mol teng. Bizda bu ikkalasining moli 0,6 mol chiqdi. Demak, 0,6 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 1,5 minus 3x teng 0,6, x teng 0,3 ga. Demak, x'imiz 0,3 ekan. Demak, bu 0,3 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 1 bilan 1,2 reaksiyaga kirishgan. Bu yerda bundan 0,9 hosil bo'lgan, 0,9, bundan 0,3 hosil bo'lgan. Demak, bundan 0,3, bu ham 0,3, bu ham 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, bular 0,6, 0,6 dan. Endi bularni hisobladik. Xo'p, endi bu 0,6 bo'lsa, bu ham 0,6 bo'lgan. Bundan 0,6 mol hosil bo'lgan, bundan ham 0,6 mol hosil bo'lgan. Endi bu yerda 0,6 mol reaksiya kirishgan bo'lsa, men bu yerdagi ammoni hisoblashim kerak. 30 bo'ladigan bo'lsa, 3 bo'lsa bu 0,06 bo'ladi. Sonlar o'ta zo'r, ishoninglar, chunki bittadan beri surib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, alyuminiy nitrat bu 8 bo'ladigan bo'lsa, buni hisoblasam, 8 ni ko'paytiraman. 8 ni ko'paytiraman 0,6 ga bo'laman 30 ga. 0,16. Xo'p, bu 0,16 mol bo'lsa, bu 2. Bu 6 bo'ladigan bo'lsa, bu 6 ni 8 ga ko'paytirsam, xo'p, 6 ko'paygan 0,16 bo'lingan 2 qiladigan bo'lsak, 0,48 mol. 0,48 mol. Bu 1,5 bo'ladigan bo'lsa, 0,16 ko'paygan 1,5 bo'lingan 2 qilsak, bu 0,12 mol chiqdi. Xo'p, endi mana 0,66 bo'ladi. Qaydan 0,66 bo'ladi desangni, ammoniy nitrat bu yerda hosil bo'ldi 0,06 mol va mana ammoniy nitrat qilib qo'yay. NH4, NH3. Bu yerdagi 0,6 mol bilan jami 0,66 mol bo'ladi. Bu 1 mol bo'lsa, bu 1 mol, bundan 0,66, bu 0,5 mol bo'lsa, bundan 0,33 chiqadi. Endi hosil bo'lgan gazlar moli, azot moli, oddiy gaz 0,66 mol, kislorod 0,33 plus 0,12 bo'lsa,
qilgan bo'lsak 0,45 mol. Hop, NO2 bizda 0,48 mol. Bu bizda 3-shart edi. Ikkinchi shart, ikki xil cho'kma massalarini hisoblang deyapti. Ikki xil cho'kma. Hop, birinchi cho'kma bariy sulfat. Bizda jam bariy sulfat bu yerda 0,9 mol va bu yerda 0,6 mol, jami 1,5 mol. 0,9 plus 0,6 ko'paygan 233. 233 1,5 ko'paytiradigan bo'lsam, ko'paygan 1,5 ko'paytiradigan bo'lsak 349,5 gram. Endi kumush nitrat, kumush xlorid. Kumush xlorid bu yerda cho'kmaga tushdi 1,2 mol, ya'ni 143,5 ni ko'paytiraman 1,2 molga. 143,5 ko'paygan 1,2 ga ko'paytirsam 172,2 gram chiqdi. Xo'p, menda shu bilan birinchi savolni, masalan, ikkalasini qo'shib qo'ysam, birinchi savolga javob 349,5 bo'lsa, jami cho'kmalarning massasining yig'indisi bizda 521,7 gram. Bu 41-savol ishlanishi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.